Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anglatamiz. Voy qanday qilay, mening qizlarim naladi. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdi qandu. Nima kunlarni ko'ryapti qandu. Ben her kaysını pek obdan bilimen. Çiçeğini parkırtıp tarışıp algının bilen insaf yok sellerde. Anam meni, dadam meni, nemişka arzulaptı ki, menin bunda bularımı, nemişka oylamaptı ki. Qarab turib tatqan ziyonga içim ağırgan bolsumu, ko'nglimning cho'nqur bir yerida xushal bo'ldim. Tag'amning mag'lub bo'lganligini ko'rish, pulning hamma ishga qodir emasligini ko'rish men uchun ko'ngillik ish edi. Biroq Yoqubjonga birdilla mehrim tushib qoldi. Bir ko'zi puldan boshqa narsani tunimaydigan o'sha tuqqanlarimning ichidan mushunchalik bir odamning chiqishini asla o'ylamabdi ekanman. Men darhol sirtqa chiqib, ko'ktat, go'sht va boshqa ushshoq-tushak yemekliklardan akirdim. Ayolimning pashtomisini oldimga tortib, bor hunurimni ishga silib, 3 xil qo'rma tayyorladim. Ikkimiz tog'dan bog'dan paranglashqash g'izolandik. Uning gaplarini anglab o'ltirib, oxir o'zimga haqiqiy tuqqan topqanligimni his qildim. Shunda qilsa, rassom bo'laman degan. Qoltis ish bo'pti. Qani, sizga rasmlaring bo'lsa, ola, ko'rib boqay. Dedim tamoqdan keyin shira ustidan yig'ishtirgach. Yoqubjon so'mkisidan cho'ng bir popkini oldi. Uning ichida cho'ng kichikligi va supida har xil qog'ozlarga chizilgan moy bo'yoq rasmlar turibdi. Men rasmlarni bir boshdan ko'rishga boshladim. Do'ppi bozori. Yuzdagi to'r ro'milni sal ko'tarib atrofga taqatsizlik bilan qarab xaridor kutib turgan yoshgina do'ppichi ayol. Yiroqlardan tuman ichidan to'lg'inib eqib kelayotgan kichikroq daryo. Daryoning ikki qishidagi so'gatlar. So'gatlikda o'tlab yurgan qo'ylar. Ba'zisi suvga cho'milayotgan, ba'zisi qirg'oqda o'ynayotgan yalang'och bolalar. Ko'pchuk osmonda laylab yurgan oq bulutlar. Osmon shunchalik supsizlik, shunchalik ko'k. Bulutlar shunchalik oppoq. U xuddi kichik vaqtlarimda onam bilan sahroga borganda ko'rgan osmonga o'xshaydi. Qancha yillar bo'ldi-a? Undaq osmonni ko'rib boqmag'ili. Yo'g'onroq qog'ozga chizilgan ajoyib bir parcha rasm meni magnitdek o'ziga tortib oldi. Men uzoqcha uningdan ko'zimni ololmay o'ltirib ketdim. Qum ostiga ko'milib qolay deb qolgan avot bir shahar. Yo'llar, hashamatli imoratlar, ibodatxonalarni tamamen qum bisib ketgan. Faqat qoqshal daraxtlar, egiz to'riklar, peshayvonlar, parqirab turgan munorlarning uchi ko'rinib turdi. O'gizlarda jon tolishib Xudoga nola qilayotgan odamlar. Hamiliyani qoplagan qum dovisi ichidan onda-sonda bira bosh, bira qo'l yoki put chiqib turdi. Sarg'uch kulrang osmonda nefes tumandek yo'g'on qor soya. Azroil uchib turdi. Uning qanotlari shahar osmonini bir olgan. Taklimakanda qum ostiga ko'milib qolgan qadimki shahar. Muallimning aytib berishicha, bu shaharda odamlar o'zlarining manfaatidan boshqa narsani o'ylamabdi ekan. Hammasi aysh, ishrat, kayf safoga berilib ketgan ekan. Haq-nohaq ayrilmagan ekan. Jafo chekib, yer tergan, ko'chat tikkan, raxt o'qigan odamlarning qadr-qimmati yo'q ekan. Hamma yerni qurg'oqchilik ofati besib, etizlar qog'jirab, gulgiya, dal-daraxtlar qurishga boshlabdi.
Kishilar yanılı cho'chimay, yomonlikdan qo'l uzmay, aysh ishratli turmushni davomlashtirib Oxir Xudoning g'azabi kelib, shahar osmonidan qum yog'diribdi. Kishilar qo'rqishga, pushaymon qilishga boshlabdi. Biroq ulgurolmabdi. Yaqubjon uxlab qoldi. Biroq men zada uxlay olmadim. Kun bo'yi ko'rganlarim, anglaganlarim ko'z oldimdan birma-bir o'tib, o'tmish qorong'uligida g'oyib bo'ladi. Faqat heliqi rasmlar ko'z oldimdan ketmay turib oladi. Quloq tubimda Yaqubjonning ovozi qayta-qayta yangraydi. Bu shahardagi odamlar o'zlarining manfaatidan boshqa ishni o'ylamaydi ekan. Haq-nohaq ayrilmaydi ekan. Aysh ishratga berilib ketgan ekan. Yer terg'an, ko'chat tikkan. Raxt to'qiganning qadr-qimmati yo'q ekan. Ularni Xudo jazolagan ekan. Saharga yaqin ko'zim uyquga ilinib tush ko'ribdiman. Tova, osmondan tosh yig'iyotgudekmish. Yugan chilgidek, tovuzdek toshlar. Kishilar Alloh tovi deyishib, boshlarini qo'llari bilan to'sishib, taraf-tarafga qechishayotgudekmish. Nurg'unlarning bosh ko'zi yerilib, qonga bo'yilibdi. Jasadlar hammiliyani qoplabdi. Tosh to'xtamay yig'ivagidekmish. Har yugan toshlar, odamlar, yo'llar, dal-daraxtlar, egiz binolar tosh ostida qoptimish. Shaharning o'rnida ajoyib egiz, hayvatlik bir tog' paydo bo'ptimish. Men o'g'limning qo'lidan mahkam tutqunimcha ayolimni izlab tog'ni bo'ylab yugurib yurgudekman. Bir yerga borsam, tog'ning tagidan bir bosh chiqib turgudek. Yuz ko'zi tunug'siz bo'lib ketibdi. Ammo suvari oltin tishlarini ko'rsatib to'xtamay yejaygudek. Men uning tog'imning beshi degudekmishman. Ammo yana bir qaraganda so'paxunkamga o'xshab turgudek. U menga: "Sunvokummo tog' ostida 500 yil yotgan. Menmo shundoq uzoq chiday olayman. Meni qutqizadigan karomatli odam hamon bir kuni keladi" degudekmish. Men uning qarab jinimning boricha: "Yo'q, undoq bo'lmaydi!" deb varqirab beribdiman. Rostilla qattiq varqirab ketibdiman va o'zimdan cho'chib uyg'onib ketibdiman. Odam ajoyib tushlarni ko'rdi ekan. Uzoqcha tushimdagi ishlarni o'ylab yotdim. Derizdan tong yiqillab kelmoqda edi. Shayton ayniki. Ko'ngillik, ammo bekmi qisqa yakshanba o'tib ketdi. U yangi bir haftani turmushda tartiblik, talabchan kishilarga o'xshash tetik, jo'shqin holda kutib oldi. 100 dan ortiq odam ishlaydigan. Telefonlar to'xtamay jiringlab turadigan bu 5 qavatlik bino uning qo'rg'ini, qo'mondonlik shtabi. U 2-chi qavatdagi hashamatlik ishxonasida o'tirib, butun binoga, bu binoga tutishadigan nurg'un asosiy qatlam o'rinlarga rahbarlik qiladi. U o'zini qobil rahbar deb hisoblaydi. Ham o'z xizmatini qizg'in suydi. Shu topda atgan soat 8 ga 3 minut qolganda 47 yoshlik bu qobil rahbar chapdas qadamlar bilan uzun koridorni bo'ylab ketib boradi. U egiz, qovul pastiga chipida keladigan qora rangli kostyum burulka kiyib, shalong susyo'liq jigar rang galstuk taqib olgan edi. Koridorda uchirgan xizmatchilar uningga hurmat bilan salom qilishadi. Ayollar uningga havas bilan qarashadi. U bo'lsa, ularning salomiga salgina sur bilan astoydil javob qaytaradi. Telefon berish uning ishxonasiga kirgandan keyin tunji qiladigan ishi edi. U har xil telefonlardan foydalanishga mohir edi. Telefon berish vaqtiga alohida e'tibor bilan qaraydi. Uning qo'l ostidagilar, uning bilan ma'lum munosabati bor kishilar ishxonasiga kirishi bilanla uning ovozini anglaydi. U ulardan o'zi topshirgan ishlarning o'rindalish ahvolini so'raydi. Ular bilan fikr almashtiradi. Yo'l yo'ruq maslahat beradi. Shunga telefonni olganda izdigan odami chiqmay qolmaydi. Telefonni qo'yibla gazitlarga tezlik bilan ko'z yugurtadi. Muhim xabarlar bilan o'zini alohida qiziqtirgan xabarlarni tafsiliy o'qib chiqadi. Uzun o'tmay turli hujjat, doklad, talonlarni ko'tirib kotibi, ishxona mudiri yoki muhim ishi bor birarsi kirib keladi.
Bir kunlik xizmat ana shundoq boshlanib ketadi. U texi telefonlarni berib bo'lolmagan edi. Eshik tuyuqsiz yo'g'on echilib ketdi. Eshikdan oldi bilan supurgi bilan pul surtgich, orqadan yo'chuli bir ayol kirib keldi. Ayol salom o'rnida uningga qarab miyqida kuldi va qo'lidagi narsalarni pagaga tashlab qo'yib, butun bir tomni egilab, ishxonani qorong'ilashtirib turgan pardalarni shartida qayirib echivetdi. Liq to'shib ketgan simsivat bilan kuldani tozalab bo'lgandan keyin mata bilan yuziga yo'g'on aynak yotqizilgan ustalni, qalamdan siyoh qutilarini, tagchilarni chaqqonlik bilan surtishga boshladi. U ayolga taajjub ichida sovuqqina nazar tashladi. U 30 yoshlar atrofidagi, to'liq kelgan chiroyi odatdagicha ayol edi. Qisqa budur chechini qip-qizil bo'yib olgan edi. Sipsidam qosh o'rnini tashlab, sal yuqoridan cheksiga qortib qoshliq etgan. Qopoqlari bilan lavlarini mudassa bo'ygan edi. Biroq qomlashtirolmaganligidanmi yoki boshqa sababdanmi lavlardagi girim suvishib ketib, og'zini yegan narsasini og'zi burniga suvib olgan kichik bolaning og'ziga o'xshatib qo'ygan edi. Hammadan g'alati yeri ufchisiga tor kelganlikdan tarasida yerilib ketayli deb turadigan ko'pni kiyib olgan edi. Ko'ptisining tortishib, echilib turadigan peshlar orasidan ancha pokiz emas ichko'ngligi. Ichko'ngligining yo'g'on o'yimsidan tiqilib turgan ko'ksining yuqori tarpi chala bo'lib ko'rinib turadi. Ilgirki xanzu ayol davomli uzun ko'k holat, lotxa kiyib yuradi. Ba'zida biror ishqa xafa bo'lib qolsa, bek ullik, bek to'li so'zlab odamni bezor qilib yetadiganligini hisobga olmaganda hech qanday ortiqcha qiliqi yo'q edi. Biroq Mausi hech ko'zga sig'maydi. Xuddi ko'chadan kelgandekla. U deriza oldiga berib, sirtqa nazar solg'ach tomoq chekib birdam turdi. Ayol pulni surtib bo'lib, o'rindiqlarni joy-joyiga qo'yib chiqib ketgandan keyinla berib telefonni qo'liga oldi. "Voy, ma'muriy ishlar boshqarmisizmi? Abdullamisiz? Toza bir satangni avatibsiz. Nadinmi topgansiz? Heliqi tozliq ishchisini deyman-a? O'rniga tuzukroq birasini almashtirsak bo'lmasmidi?" U telefondan Abdullaning qoqoqlab kulganini angladi. "Ha, mastrani damsiz. Hech qisi yo'q. Kunib qolasiz. Pat-pat yangishlab turganning foydasi bor deyman. Rost, askartib qo'yay. Uning o'rniga bu ayolni ilishni o'zingiz tasdiqlagan. Texi bir oymi bo'lmadi. Dokladni oldingizga men o'zim akirgan." Bu Abdullanisi. Og'zi shundoq yomon. Hech kimdan, hech nimadan hiqmaydi. Har qanday ishni kulki chaqchoqqa aylantira oladi. Kech kunduz gupildab horiq-puriq kelib turadigan og'zidan chiqqan har qanday gap xotin haqi munosabatlik bo'lmay qolmaydi. Shu taraflari bo'lmagan bo'lsa, bugungi kunda u balkim idora boshlig'i emas, buningdan yuqoriroq o'rinlarga chiqqan bo'ladi. Demisimu, uningda qobiliyat, pamparasat degan yetkuchi bor. Pensiyaga chiqqan obro'li qiynotisini hisobga olmagandimu, yuqori qatlamdagi asosimu xeyli kuchlik. Shug'unisi ta'sirga diqqat qilmaydi. Og'zi bo'sh. O'zi uzoqcha bir o'rinda turib qolg'achqamikin, o'sib ketganlarni yaxshi ko'rmaydi. Har xil omillar bilan ularning obro'yini tushirishga, ularni putlashga urinadi. Ilgirki idora boshlig'i mushu Abdullaning samonning tegidan suv qo'yib berishi natijasida o'rilgan. Shunga u idora boshlig'i bo'lgandan tortib Abdullah bilan ma'lum orliq saqlashga, uningga dastak tepib bermaslikka tirishdi. Ko'nglida bo'lsa, uni ko'zdan yiroq qilishning fursatini kutib keldi. Bundoq fursatning qachon kelishi keyingi ish. Shu topda u qo'shuvmisini turganicha Abdullah o'zingiz tasdiqlagan degan heliqi ishni esiga elishga urinayotdi. To'g'ri, shundoq bir ish bo'lgan. Bu ayol ilgir uning oldiga bir-biridan kichik 4 bolasini agashtirib bir qitim kirgan. Biroq u chaqda hozirgidek emas edi. Ko'zga cheliqmaydigan oddiy oila ayoli edi. Uning erimi kirib uningga ahvol aytgan. U mushu idoraning parqozon ishchisi, egiz bo'y, qarmutuq odam. Uzun buriti hayvatlik holda yuqoriga qayrilgan. Kirilishib
Parqırıp ketken şimining orqasida yo'g'on tuchqaloqliq yengzar pichqi sangilab turdi. Ularning oila kirimi oz. Bo'libmi, mol bahasi uchqandek o'rlayotgan bugungi kunda 6 jon odamni uning 260 yuan maoshiga tayinib jon boqsan deb tashlab qo'yg'ili bo'lamdi. Mundaq cho'ng idora uchun uningdek bir ayolni o'rlashtirish hech qancha gap emas. Uning sizmi yaqinqi bir necha yil ichida har xil yo'llar bilan o'rlashib ketganlar ozmi? Ilgari 5 odam qilgan ishni hozir 15 odam qiladi. Hamma tarmoq, boshqarma, bo'lim ishxonalar odamga liq-muliq to'shib ketgan. Shuningga qaramay, kishilarning o'rlashayotgan. U buningga amalsiz. Buni to'sish uningla emas, uningdan cho'ngroq boshliqning qo'lidan kelmaydi. Nastura chiqib ketishiga eshik chekildi. Orqadan qiya echilib eshik tubida bir ayolning qorasi ko'rindi. Yana bir ayol. Puzur yasangan. Girimni xiyla qamlashtirib qilgan 45-46 yoshlar chomisida edi. Ko'ring, ko'ravering. Bir ishingiz bormidi? Voy, meni tonimadingizmi? Men Rashida emasmi? Sana sizga xatmi yozgan edik-ku. Tegmabdi-da. U bugungi kunda mundaq atigandilla kirib kelishini zadila o'ylamagan edi. Gerçi ularning yo'tkilish ishini o'z tutib hal qilgan. Ularning minnatdorlikqa to'lgan xitini allaqachon topshirib elib, pat orada Urumchiga yo'lga chiqadiganligidan xabar topgan bo'lsa-mu, uning ustiga u Rashidaning munchavala o'zgarib ketganini nerdan bilsin? Rashida, tunudim. O'zgarib ketibsan. Voy, o'zgarib ketibsiz. Jiq o'zgarib ketibsiz. Men boya rastili taniyolmay qoptiman. Ay, hashpashtiguncha qancha yillar o'tib ketdi, ha? Siz o chaqda Tolchivoqdek zilva qiz edingiz. Abluscho, u nemishqi billakamidi? Bola qancha? Voy, mavishni, o'ltiringmi demabdi mana? O'ltiring. O'ltirib so'zlayli. Hozirli uyga boshlamdim ya. Ular ishxonada xeyli uzoq paranglashib o'ltirishdi. Yeshining xeyli yerlarga berib qolganiga qaramay, o'zini tashlab etmagan so'lishishga boshlagan Husnining yoshlik go'zalligini texi xeyli saqlab qolgan Rashida o'ziga ancha yarashmas bo'lib qolgan qiz vaqtlaridagi nos xuluqlarini ishqa solg'ach, ayol ikkisining tövanda shuncha yil tirishib ishlabmi, tuzukrak o'ringa ega bo'lolmaganligi. Balalarimi kichik yerda tug'ilib o'sgachga ko'ngildagidek tarbiya ololmaganligi. Aşı balalarının istiqbali hem ota-onalarning yoshlanib qolganini nazarda tutib, o'z yurt tarafga kelaverishni ne kadar arzu qilishganliklarini. Yo'tkilish uqtirishini topshirib olganda o'zining xushalligidan yig'lab ketganini intayin ta'sirli qilib so'zlab berdi. Oxirida sen bo'lmagan bo'lsang, ömrimiz aşı to'plan shalida o'tib ketadi. Sening yaxshiligingni o'lgicha unutmaymiz. Xudo nasib qilsa, biz loyiqada xizmatingda bo'larmiz. Dedi. U Rashidaning qip-qizil bo'yib olgan kalpuklarining tez echilib yepilishiga, og'ziga liq to'shgan oltin tishlariga, so'zlaganda to'xtamay lipildab turadigan qo'sh enikiga ich og'ritishdek bir xil hissiyat ichida jimmida qarab o'ltirdi. Ichida bo'lsa, o'ziga shu qadar tonish ham shu qadar yo'chin bu chiroy oldida o'zining so'g'uqqonlik bilan jimmida o'ltirganiga hayron edi. Aldırmay o'rinlash bilinglar. Qanday qiyinchiliginglar bo'lsa, qisilmay mangidanglar. Nima degan bilan biz degan yaqin saboqdoshlarda. Aldiz qachon qaytadi? Rana ikkimiz sizlarni cho'qim yo'qlab boramiz. Rashidaning oldirib chiqib ketgisi yo'qdek qiladi. Uning kulib turgan ko'zlarida, lavlarining uchida so'z bilan izhor qilish ketmaydigan bir narsa bor edi. Qiz vaqtlaridagidek beshini sal-sangayon qilib, xumorliq ko'zlarini uningga tikdi. Tova, biz degan mana qayirib ketdik. Sen texichi maktab maydonida to'p-tep yurgan chog'laringdagidek turibsan. Yo'q, uningdimi kelishgan, so'latlik bo'lib ketibsan. Qanday qilamiz? Jamiyat degan boshqa gapgan. Maktabdagi chog'larimizda yaxshi-yomonni ancha farq etib ketolmaydi ekanmiz. Farq etgan bo'lsak, nima desang degan ish qilib, men maktabdagi vaqtlarimizni zada unutolmadim. O kunlar menga hayotimdagi eng baxtli kunlardek tuyuladi. Bu ko'rishishdan u qilcha xushal bo'lmadi. Aksicha, ko'ngli g'ash bo'lib qoldi.
bu g'ashlikdan kechgacha qutulolmadi. Shuncha g'ururliq, sho'x, erkin bir qizning qandoqlarcha odatdagicha chokini bir ayolga o'ylanib qolganligini hech aqlga sig'dira olmaydi. O'quvchilik vaqtlarida u Rashidaga beg'ishlab she'rlarni yozgan. Uning ishq parog'ida talay kechalarni uxlamay o'tkazgan. Uni rad qilib, uning yaqin do'sti Abluz bilan yurgandan keyinmi, hatto ular to'y qilib, bola chaqaloq bo'lib ketkichimi uningdan ko'ngil rishtini uzalmagan. Rashida uning ko'ngil osmonidagi nurliq oy edi. Uningga ko'z yasi yetadiki, qo'l yetmaydi. Kutmaganda u nurliq oy puchulangan. Bulg'angan holda uning oldiga tushdi. Uning ko'ngil osmonida ich og'ritishqimi, yerginishgami o'xshashmaydigan bir xil g'alati hissiyot qoldi. Xotin haq deganza, baribir xotin haqligini qilmay qo'ymaydi ekan. Mayli u yiliqi tozliq ishchisi Masturaga o'xshash chala savat oila ayoli bo'lsa-mu yoki oliy ma'lumotliq, aql farosatli bo'lib ketsin. U shopirni qaytirib yetib uyiga piyoda qaytdi. Yo'l balkim uning ko'nglidagi hamma nopok o'ylarni, g'ashliklarni unutildirar. U o'zi uchun muqaddas bo'lgan oilasiga ularni birga elib kirishni xohlamaydi. U oilasini, o'zining oiladagi o'rnini qadrlaydi. Bu ham uning kishilarga baho berishdagi muhim o'lchami edi. Buni o'rindiy olmagan kishilar uning nazarida haqiqiy mas'uliyatchan erkakka hisoblanmaydi. U saramjon, ozoda ham ko'ngillik oilasini ko'z oldiga keltirib kulimsiradi. İxtiyorsiz qadamini ichiklatdi. Uningga eshikni kim ochib berarkin? Cho'qim mehribon, u qo'ng'iroqdek ovozi bilan "Kech qoldingizmi, dada? Charchadingizmi?" deb so'raydi. U "Yo'q, qizim," deb qizining peshonasidan suydi. U yuyunib tayyor bo'lguncha qizi dasturxonga uning kechlik tomoqini akildi. "Bugun nima tikina? Zangmanmidi yoki cho'chirmikin?" U tomoqdan keyin hujrasida yonboshlab yetib tirilishni o'qiydi. U o'quvchilik chog'larida o'qigan bu kitobni yaqinda yana qayta o'qishga boshladi. Ayoli uning ati kiydigan kiyimlariga dazmol soladi. O'g'li bilan qizi Angliyaning ko'p qismli televiziya teatrini ko'rdi. Hayot ana shunday tarzda davomlashadi. Shuning o'zi baxt. U zilva bo'y, bug'doy o'ng, cho'ng qora ko'zlik, yasinishqimu, uy tutishqimu qoltis ipi bor ayolining ko'z oldiga keltirganida ixtiyorsiz yana bir qitim kulimsiradi va ko'nglida Rashida bilan to'y qilib qolmaganiga xushal bo'ldi. Rashidalar tadqiqot o'rnining oilliklar qo'rusiga o'rinlashdi. U ayoli bilan birlikda berib ularni yo'qladi. Uyiga chaqirib oldi. Kunlarning o'tishiga agishib bu ishlar pastgo'yga tushdi. Uning oldida namoyon bo'lgan har bir kun yangi ish, yangi mazmunlar bilan liq to'lib turadi. Albatta, uning ichida xushalliqmi, xofaliqmi, andishimi, sabr toqatmi, bezorliqmi, orzu umidmi bor edi. Yangidan ish boshlagan markaziy bino qurilishining o'zila nihoyatda ko'p vaqt va zehniy kuch talab qiladi. Shakli, ko'rinishida emas, sufati, sharoiti jihatdan shahar bo'yicha oldingi qatorda turadigan. Ishxona, qahvaxona, tansiqxona, restoran, magazin, sun'iy tog' va fontan qatorliqlarni o'z ichiga olgan g'oyat zo'r birlashma bino edi. Hamma ishxona bo'limlarda, hamma odamning og'zida u haqda parang qaynaydi. U o'rindiqiga cho'kib o'tirib, qurilish materiallariga doir uzun bir parcha dokladni ko'rib o'tadi. U bu dokladni tafsiliy ko'rib chiqib, dushanba kuni yig'inda o'rinlashtirishga tegishli ishlarni darhol o'rinlashtirishi kerak edi. Eshik ochildi. Beshini ko'tirmayla u kirguchining ishxona tozalaydigan ayol ekanligini bilib oldi. To'g'ri, bugun shanba. Tushdan keyin idora bo'yicha cho'ng tozalik. Biroq Mov xotinimiz davomliq bema'ni vaqtga kirib, uning diqqatini bo'ldi. Ilgirki ayol qanday qiladikina? To'g'ri, u xohlagan vaqtda kiradi. Ammo xuddi bir parcha tamaki tutunidek, soyidek azaldan uning diqqatini jalb qilmaydi.
U ko'pincha vaqtlarda uning ishxonada bor yo'qligini sezmayli qoladi. Mao xotun eshikdan kirib bo'lguncha uppa anglik puroqlari ishxonani bir oladi. Xuddi o'zining mavjudligini jakarlamoqchi bo'lgandek qasdan taroq-turuq ovoz chiqarib qo'ydi. Xush tutib kelsa g'ingshib naqshimi aytidi. Televizordagi kiyim modellarini do'rab, sag'risini g'alati to'lg'ab mengib ketishlari cho'tehi. U odati bo'yicha o'rnidan turib, deriza oldiga berib tamaki yugishga boshladi. Derizadan gullik, suyi qurib qolgan simon ko'lchik. Ko'lchik bilan gullikning orasidan oylinib o'tib, cho'ng darvozaga so'zilgan simon yo'l ko'rinib turadi. Yan tarafdan doira ichiga elingan qurilish o'rnining bir burchiga ko'zga tashlanadi. Mao bino pisa, tozliq ishchisini cho'qim yangishlatmay qo'ymayman. Mundaq sangul-sungul ayol u binolarga yarashmaydi. Qat'iy yarashmaydi. U mushiyada qilib ma'muriyatning to'g'ri Abdullohning ishxonasini tozalasin. Shunday qilsin. O'zining o'yidan mamnun bo'lib miqida kuldi. Ayol bahramon g'ingshib naqshini aytib o'tadi. U kulimsirganicha o'rnidan turdi va salobat bilan asta kayniga burildi. Ayol engishib lati yuyib o'tadi. Aslida qisqa ko'ngliki sag'ri-sig'ili chiqib qolgan edi. Ich ko'nglining childiki, paypoqsiz pochoqlari, oppoq, inchki tomirlargacha belinib turadigan semiz yo'tsi hayosizlik bilan echilib turadi. Ayol sal o'ri bo'lib latini siqdi. Marvoyatdek suv tomchilari uning parqirib turadigan bejirim pochoqlariga, yelili yuyilgan nam yerga cho'chirdi. U ayolning o'zini ko'rib qolishidan qo'rqib, ishtik orqasiga burildi. Ko'zi yana derizadan gullikka og'di. Biroq xiyoli yanada boyiqi ko'rinishda edi. Ayolning o'ruqmi emas, semizmi emas, shundoq tuptuz, chiroyli pochoqlari. Marmardek suzuk, oppoq yo'tsi uning ko'z oldida turadi. U ixtiyorsiz Ra'noning inchga, qaramtul pochoqlarini, o'ruq ham siliq yo'tsini ko'z oldiga keltirdi. Orqadilla o'zining o'ylariga, bu selishtirishga g'azib keldi. Nemishqidir ko'ngli g'ash bo'lib, ustalga mushtlab varqirg'usi. Ayolni toza tillab ishxonadan qo'g'lab chiqarg'usi keldi. Ammo unda qilishga bo'lmaydiganligini u biladi. U bir buzuq ayol. Ismi Mastura. Idoradagi soyoq yoshlarning uning atrofida cho'rgilmaydigani yo'q. U koridorda, ishxonalarda ular bilan kelmas chaqchaqlashadi. Uning og'zidan chiqadigan ba'zi gaplarni erkaklarmi qilolmaydi. U ashundaq ishlarni, o'sha kishilardan nafratlanadi. Qandoqlarcha mush kungacha chidab keldi. Pah, Jijangning ishxonasi parqirab ketibdi-ku. Voy, nim bo'ldingiz Jijang? Nima kichik boladek patnab derizaga qarab oldingiz? Idora bo'yicha faqat Rashidala uning bilan mushundoq erkin chaqchaqlasha oladi. Uning mundaq ba'zi chaqchaqlari ba'zida odamning g'idiqini keltirsa, ba'zida chung tortilib uzilib ketayli deb qolgan nervi tolalarni bo'shitib, kishiga oz to'la oromni beg'ishlaydi. Bugun u ushshaq chekit gullik, yoqisi bilan yanglariga oq dur tutilgan qizil shipon ko'ylak kiyib olgan bo'lib, bu ko'ylak uni yeshidan xiyli kichik ko'rsatdi. Budur qildirib, orqasidan bir tal qilib bo'g'ib olgan qop-qora chechi, oppoq do'ng peshonasini, qirliq burnini, o'yib yasagandek chiroyli iyaklarni gavdalantirib turadi. U bir qo'lini kayniga tutqunicha uning oldiga kelib to'xtadi. Ishik surtayotgan Masturaga qarab, qo'lidagi oliy darajalik magnitlik stakonni ishtikli ustalga tizib qo'ydi. Ishchilar uyushmasi hammamizga birdan taqatgan dedigina, mal birsa ortiqkan. Qarab tursam, hammamizning ilib olg'isi bor. Ra'noning o'tida toshbarliqi esimga kelib, "Hay xaloyiq, birdan olgandikan insof qilinglar. Buni hammamizdan bekrak jafo chekib ishlaydigan birsiga Jijang bersa qandoq dedim. Uyga olg'ash ketgan. Ra'no ishlatsin." U qiz vaqtlarida mushundaqdi. Birovning nafsi orqali boshqalarga yaxshi bo'lishga omroq edi. Biroq u chaqlarda uning Rashidaning hamma qiliqi ortiqchilikdek bilinadi. Demak, buningdan ko'rib olishga bo'ladiki,
yaxshi ko'rgan odamingga mangu odil baho berolmaydi ekansan. Biroq Oblis uningga o'xshamaydi. U boshqacha bir odam. U birdilla qadimas do'stini seg'inib qolganligini his qildi. Qandoq? Oblis ko'nib qoldimi? Bu taraflarga kelmaydi-ku. Ko'nmay nega boradi? Ash to'pliq shaharga ko'ngan-ku. Yaqindan beri alohida ruhlanib qoldi. Yil oxirigacha qo'limdagi temini tugatmasam bo'lmaydi deb oldirib yuriydi-ku. Onunga aytib qo'ying, salomatligiga diqqat qilsin. Xizmatga qadil olmay, ancha-muncha talotuzga chiqsin. Biz taraflarga kelsin. Boshqa ishlarni salomat bo'lgandila qilg'ili bo'ladi. Voy, uni bir deyman. Mening xafa bo'ladiganim muddal shu ish. Jini bilan hisoblashmay ishlayman deb yurib oshqozinimni kerakdan chiqardi u. Uni ozdab yaqindan beri qon besimimni pat-pat o'rlab ketadigan bo'lib qoldi. O'zingizni ishqa buncha urmang desam, yosh bolalarning orasida qopdiman. Qilgan ishimda boshqa ilib chiqmasam shularning oldida set turmamdi deb o'zining gapini qiladi da. U Rashidaning so'zidagi yoshirin ma'noni darhol tushundi. Aras, Oblis yosh bolalarning orasida qoldi. Ko'nlarning hammasi tadqiqot ishini jafoliq, istiqbolsiz ko'rib, u yoq bu yoqqa ketib qilishdi. Qo'lidan ish keldigan bir nechasimi o'sgandan keyin ma'muriy ishlar dövisi ichida keraksiz bo'lib ketdi. Demisimi, tadqiqot ishi jafoliq, salomatligi nachar yashangan xodimlarni yenikirak ishlarga yo'tkab ishiltish zarur. Biroq Oblis ixtisosli xodim, o'z kasbiga toza loyiq. U hech bo'lmasa 5-6 yil ishlab tadqiqot unvonini ilib olsa bo'ladi. Biroq Jungoda nurg'un kishilar tadqiqot unvonidan ko'janlik yoki muavin jo'janlikni afzal ko'radi. Buning nurg'un obyektiv sabablarmi yo'q emas. Rashida uning jim bo'lib qolganini ko'rib, gapini darhol yo'tkidi. Haras, men sizlarni uyimga taklif qilg'ili kirgan edim. Oblis ikkimizning ishqa oiladagilar birar kun jam bo'lib, mungdishib o'tirsak, balalarni o'zaro tanishib olsa deydigan orzuyimiz batdi. Qachon vaqtinglar yetakin? Yo'q, Bamsanlar ranjib qolamiz. Bizni yaratmadi deymiz. Bo'libmi cho'ng o'g'limning Odiljon bilan tanishqisi bor ekan. U Ra'no bilan maslahatlashib aniq javob bermoqchi bo'ldi. Rashidalarning uyi 1-qavatda edi. Mehmonxonaning balkonidan top-top quyuq ham yop-yeshil seriq shoxlari ko'rinib turadi. Mayin shamol mehmonxonaga allaqanday gullarning mast qilg'uchi purqini elib kiradi. Afsuski, u serin purqa emas, serin gullari allaqachon to'zib bo'lgan edi. U ixtiyorsiz ko'zlarini yumdi. Ko'ziga 1-qavatdagi derazasiga serin gullar quyuq soya tashlab turadigan qizlar yotdi. Oq ko'pda qora sarafon kiyib yuradigan zilva o'quvchi qiz ko'ringandek bo'ldi. Biroq reallikdagi yasadaq mehmonxona, ustaldagi nozu ne'matlar, og'zidan takalluf so'zlar to'kilib turadigan sohibxon ayol uning xiyolidagi osh ko'rinishdan naqadar zo'r farqlanadi ha. U hasham bilan tayyorlangan dasturxonga sal ko'ngli oynagan holda nazar soldi. Sapli go'sht bilan tayyorlangan yemekliklar, qo'rimalar. Bu manzara xuddi birsining boyligi, sehiyligi va hunarini ko'z-ko'z qilayotganiga yoki och-yalang'och qolgan bir to'p kishilarning hamma yaxshi taomlarni yig'ib, oxirgi qaytim rosa bir to'yin olmoqchi bo'lganiga o'xshaydi. Amaliyotda odamning bir vaqtliqi uchun bir qoch tomoq bo'lsa kifoya. O'zining odimiyligini va vijdonini mushundoq biror qaytimliq yeb ichishga tegishib etadiganlar naqadar arzimas kishilar ha. Biroq inson o'zining hamma gunohlarining jazosini tortmay qolmaydiganiga o'xshash och ko'zlikning jazosini tortadi. Haddidan ziyoda iste'mol qilingan go'sht, moy va boshqa quvvatli narsalar o'sha kishilarning qonlarini quyuqlatib, tomirlarini toraytib etadi. Qon besimini o'rlatib, yurakini zaiflashtiradi. Afsuski, u kishilar davlat kasalligi deb ataladigan mundaq kasalliklardan xoli. Buningdan keyinmi bu kasalliklarga giribtor bo'lg'usi yo'q. Uzoq, sog'lom yashag'usi bor. U sovuq saylar bilan yel yemishga olmasanda ig'iz tekkach, Oblis bilan paralashib o'ltirdi. Ular cho'nqur hissiyat ichida o'zlaridan bek yiroqlab ketgan o'quvchilik davrini, saboqdosh, do'st birodarlarni eslashdi. Ra'no bilan Rashida bir chetda o'zlari qiziqadigan ishlar,
kiyim-kechak modellari, uy ichi, bola chaqalari, oltin jabduqlarning bahosi ham tonish ayollarga oid qiziqarli ishlar to'g'risida so'zlashishdi. Ishik tarafdagi ayrim o'rinda Rashidaning cho'ng o'g'li Mardan Odil bilan tavattoshliq yo'g'on albomlarni ko'rib o'ltiradi. Mardan Odilga suratdagi kishilarni tanishtirayotgandek qiladi. U ba'zi suratlarni ko'rsatib, bir narsa deganda ishqisi past ovozda kulishadi. Albomlarda hammadan ko'pi Mardanning singlisi Gulandamning cho'ngaytilgan suratlari edi. Qaraganda bu suratlar Odilni allaqachon o'ziga maftun qilib olgandek turadi. Oppoq partuq taqib olgan Gulandam har qayta mehmonxonaga kirib kelganida, u albomdan beshini ko'tarib, qizarganicha qizg'i yer tegidan qaraydi. Koridordan oyoq tevishi anglansa-mu, ko'zlari val-vul chaqnab ketadi. Kech kirmoqda edi. Yiroq yaqindagi dal-daraxtlar, senin shoxlari kechqurungi g'urg'ur shamolda tavranishga boshladi. Balkondan qaraganda kishida go'yo koinotdagi hamma narsa tavranayotgandek bir xil tuyg'u paydo bo'ladi. Sirtdan kirayotgan gullarning mast qilg'uchi purqi texmi quyuqlashdi. Tartuqlarini yeshib yetib, qaytadan pardoz qilib ulgurgan Gulandam osmi chiroqni yiqivatdi. Chiqib ketib yetib, sal tortingan holda kulib oqsini chaqirdi. Nardan Odilni tortib billa elib chiqib ketdi. "Yosh bola emasmi? Biz bilan o'ltirishdan qisilib qoldi bo'lg'ay", dedi Rashida va oqsining orqasidan chiqqusi kelib o'ltirolmay qolgan Mehribonni qo'lidan tutib elib qoldi. "Qizimning nima yegisi bor ekan? Al tortini ilib berandim yoki olmadinmi? Mana bu olma xuddi qizimning o'ziga o'xshaydi ekan-a, qizim." Gulandamning hujrasidan tansi muzikasi anglanishga boshladi. Dada bo'lg'ichi yoshlar o'tirsidagi nozik munosabat o'zgarishlarini sezmadi emas, aksicha o'tib ketgan tarix, unutilgan ko'rinishlar jonlanib, takrorlanayotganiga aqli lol bo'lib o'ltiradi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Men bu yerga sizni seg'inib, didoringizni ko'rgili kelmadim, xizmatimni qilg'ili keldim. Gapingiz bo'lsa chiroyli chiqilanjumi? Siz mening dadam emas yo erim emas. Odamni ko'zi kirib olmay deb ketganlarni texi. Nimachi yo'g'anlik bu? Sizdek juyjon, pujonni nechini ko'rgansiz? Oldingizmi? Kishilar bizning juyjon bir sevgilidan elinmaydi, yana biri satan xotinlarga aldanmaydi deyishir ekan. Men ularga talat degan axloq fazilati kamolatga yetgan er kishilarning ichida tepilg'usiz odam. Uning ustiga ranadek yetishgan, soyib jamol ayoli turgan yerda boshqa ayollarga nazarni solatdimi dedim. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar.